Assalomu alaykum. Mana hozir ko'chatlarga o'z taklifimizni berib o'tdik. Mana gavdasi katta ko'chatlarni shakl berish taklifini berdik. Mana gavda katta, tagi barmoqdek keladi-da. Mana yonidagilar o'sha bir xil emasda, ammo gavdasi kichkina, lekin mana kurtaga o'tishni boshlagan. Mana kurtaga o'tishni boshlaganda gavdasi katta ko'chatlar urinib qolgan. Chunki katta ko'chatlarni urinib qolishiga sabab ham o'sha kovlaganda ham katta ko'chatlarni kovlash qiyinroq. Ildizi kichkina katta bir xil uziladi. O'sha uchun qiynalib qoladi. Bu yerda asosiy muammo shu suv bo'lgan. Bahromning aytishiga qaraganda endi xudo xolasa suvlagan. O'zgarish juda katta bo'ladi. Xullas bu ko'chat 8-10 martadan keyin juda yaxshi o'zgarib ketadi. Faqatgina buni fosforli va karbamid bilan o'g'itlash kerak bo'ladi. Chunki bu narsani qilganimizdan keyin tanada karbamid bo'lsa suv oqishini tezlashtiradi. O'shani ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Mana tanada o'sha suv oqizini yo'lga qo'yishimiz uchun albatta karbamid kerak. Yana ruscha qilib aytganda soka diviziyani deydi, o'sha soka diviziyani yo'lga qo'yishimiz uchun mana yana aytib o'tamiz. Ko'chatlar haqida ma'lumotimizni mana. Ko'chat juda katta. Bu ko'chatlarni shoxini qisqartirish kerak. Deylik 10%ni kamida shakl berishga to'g'ri keladi. Mana bu yerda mana shu gap mana. Juda katta ko'chat. Katta ko'chatga shakl bermasa olib ketish qiyinda. Mana ikkita kattada yonidagi 3-ko'chatni qarang, yashlab turibdi. Xullas bizning taklifimiz katta ko'chatlarning nodasini qisqartirish kerak. Misol uchun mana shunda misol 3 ta noda bo'ladigan bo'lsa, 2 yonga ketganini kesib, bitta to'g'ridagini qoldirish kerak. Holat umumiy yomon emas, chunki qishdan chiqishi o'zi bo'lmagan bu suvsagan ko'chat. Bu hazilish emas. Agar mehnatini oladigan bo'lsak, mehnatiga baribir 5 baho berishga to'g'ri keladi. Chunki bunaqa katta hajmdagi ishni qilishni ham o'zi bo'lmaydi. Xullas, qo'limdan kelgancha men tavsiyalarimni berdim. Lekin bu yana ancha ishchi kuchini talab qiladi. Shularni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Mana hamma yoqda shu gavdasi katta, o'sha qalamchasi katta ko'chatlarda muammo bor. Mana qalamchasi katta ko'chatlarda muammo bor. O'zini olib ketadi bu. Bu kesmaganda qurib qoladimi degan fikringiz ham bo'lishi mumkin. O'zini olib ketadi, lekin tagidagi qalamchani kattaligi mana. Qalamchani qarangda, buni kichkinaligini qarang. Maydalarda muammo yo'q. Shuning uchun men Bahromga taklifimni berdim. Taxminan 10% mi 20%ni shaklga berib novdani kamaytiradi. Masalan, 3 ta novda bo'lsa, ikkitasini olib tashlab, bittasini qo'yadi. Shunda bemalol ko'karib ketadi. Xudo xolasa, baho sifatida baribir 5 beraman deb qo'ying.